Dökülüp yottı saçı Ximkadan keyin. Podarka tarqatavergandan xalq arasında Qorbobo degan nom olgan blogerimiz Baxtiyor aka. Zo'r tarif bo'ldi. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, birinchi zo'r savolni beraymi? Aha. Qachon necha shampun yuvasiz? Sochimni oldin terasisa yuvardim, hozir Organic Store'dan olaman. Spesialniy beda Xorazmda tayyorlanadi o'zi. Soch to'kilishi uchun. Ты серьезно? Media bo'yicha eng zo'r yurib turgan biznes profilini SMM mutaxassisiz. Ya'ni dim ko'p proyektlaringiz bor. SMM sohasi orqali bir oyda necha so'm pul topasiz? Xo'p, birinchi eng zo'r proyektlar, necha so'm pul topaman degan savollar Dim qiziqdan odamlar uchun. bir точно aniq javob berib bilmayman, hisob kitob etib ko'rmayman. Men bir narsa aytishim mumkin. Komandani bir oylik, misol uchun beradigan oylik 40 million so'm. Birinchi chaqan mashinangiz nov bo'lgan va nechanchi yil olgansiz? Birinchi olgan mashinam tak Cobalt toza chiqqan vaqtimda edi. Cobalt'ın aynasına düşürüp koza karasam cildiradır peki. Shunda GM mashinalarni ko'pisini haydagansiz. Ha. GM mashinalarining ichida qaysi mashina puldan ne stoydi? GM'ning ichida qaysi mashina puldan ne stoydi? Endi narsa bor-a, qarang. Misol uchun, Mercedesmi, BMWmi deb so'radilar-ku. Qaysini olib belsang shu deb hisoblayman men. Dandiy momentda misol uchun ko'pchilik Nexia uchun ham yomonligini haydab yuribman, yaxshi, hech qanday minus tarafini ko'rganim yo'q. Normalku, ne stoytini bilmadim lekin. Haydab ko'rgan 3 xilni haydab ko'rdim, tushsam normal. Puldan loyiq hamma mashina. Da, lekin Shunda kelajakda nechta mashina olacaksiniz? BYD. BYD. Bo'ldi? Rahmat. Sog' bo'ling.